xullas kalom, agar esingizda bor bo'lsa, men Instagramga bitta kino qo'ygandim, ya'ni meni Germaniyaga bo'lgan qiziqishimni va hotel sohasiga bo'lgan qiziqishimni oshirishga sababchi bo'lgan kino. O'sha kino olingan hotelni hozir yonida turibman. Mana shu hotel hozir lekin nomi o'zgargan, kinoda nomi Arden Hotel edi. Als ich zum ersten Mal sie, denkt sich, ist das schön, ist das riesig, ist das toll und will eigentlich wieder umdrehen und nach Hause gehen. Judayam ko'p narsa o'zgarib ketdi. Resepsiyon joyi, hattoki barmen o'tirgan, hattoki barmen ishlagan joylar, sunalar. Hozir sizlarga oddiy hotel ko'rishim mumkin, lekin bu oddiy hotel. Qachonlardir meni ishlashni va kelishni orzu qilgan hotellarimdan biri va bilmadim, bu hoteldan hozir so'radim, mana shu film olinganligi rostmi deb so'rasam, ha olingan, lekin anaqa esdalik qolmagan. Yaqinda kelib ketishgandi. Agar vaqtli kelganingizda ular bilan ko'rishardik dedilar. Va vaqtli kelsam bo'larkan. Самое главное, dastlab qanaqadir siz erishdingiz. Bitta narsani sezdim, odam orzuni ko'proq qilish kerak ekan, chunki men hozir bir necha yillar oldin qilgan hamma orzularimga erishib bo'ldim. Sertifikat deysizmi, Ausbildung deysizmi, o'sha orzudagi hotel deysizmi, ish deysizmi, hamma hozir qo'limda bo'ldi. Ishlab ko'rdim, ana endi yangi orzularni topishim kerak. Shuning uchun sizlarga maslahatim, ko'proq orzu qilinglar, tegib qolgandan keyin yurasizlar, nima qilsam ekan, o'zim hammasini qilib bo'ldim-ku, endi nima qilaman deb yurmasligingiz uchun ko'proq orzu qilib va ko'proq harakat qiling.